boshqa studiyada yoki boshqa manzarada kiyimlarni o'zgartirib, fonlarni o'zgartirishni qanday qilishni dasturchi bo'lishingiz uchun endi kodlashtirishni bilishingiz shart emas. Gemini 3.5 Flash versiyasi shunchalik darajada zo'r chiqdiki, hamma joyda portlatdi. Men sizlarga bugun xohlagan veb-saytingizda kodlarsiz matn bilan o'zingiz fikringizni yozib bitta veb-sayt yoki dastur yaratishni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Google Studioga kirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek ChatGPT yaratib qo'yibman. Buni ko'rib o'tamiz, nima funksiyalar qo'shgan. Milliy savdo do'koni yarat dedim. Tayyor veb-sayt yaratib, xabarlarni ham qo'shib chiqqan. Qani bundan foydalanib ko'ramiz. Demak, menga iPhone telefon sotib olamiz. Savatga qo'shish. Demak, savatga qo'shdi. Savatga kirganimdan so'ng buni rasmiylashtirib ol. Hozircha oddiy funksiyada, masalan, buyurtmani tasdiqlash. Demak, buyurtmangiz qabul qilindi. Do'kon sotuvchisi tez orada siz bilan bog'lanib, buyurtmani tasdiqlaydi. Sotuvchi kabinetiga kirganingizda mahsulotimiz kelib chiqdi. Buyurtmalar bo'limiga o'tsak, hozir buyurtma qilgan mahsulotimiz kelib tushdi. Hattoki bunga AI ko'makchi ham qo'shib berdi. Shunday qilib, xohlagan saytingizni yoki dasturingizni yaratib olsangiz bo'ladi. Buni hozir sizlarga qanday qilishni ko'rsataman. Studio Google AI saytiga kirib olamiz. Bundan ro'yxatdan o'tishingiz shart. Start tugmasini bosganimizda xuddi shu panel sizga ochiladi. Xuddi mana shu yerga qanaqa sayt kerakligini yozsangiz bo'ldi. Boshla tugmasini bosamiz. Bu tugmani bosganimizda avtomatik veb-sayt qilishni boshlaydi va bunda xohlaganingizdek o'zgartirsangiz bo'ladi, xohlagan qo'shimchangizni keyinchalik qo'shsangiz bo'ladi va kodlarni mutlaqo bepul shaklida yuklab olib, o'zingiz bironta dastur yaratmoqchi bo'lsangiz, o'sha dasturga qo'shimcha sifatida qo'shsangiz bo'ladi. Hozir dasturimizda bu dizayn qismi, mana qanaqa bo'limlar borligi, skip bo'limini bosganimizda bu dastur ko'rinishiga sizlarga tayyor holatga keltirib beradi. O'zbekcha chat yaratdi. Masalan, O'zbekiston tarixi haqida so'zlab ber deb yozdim. Hozir bizga O'zbekiston tarixi haqida so'zlab beradi. O'zbekiston haqida nima bor, nima yo'q, hamma narsani yozib berdi. Shunday narsa yaratibki, mutlaqo bepul bo'lgan matndan audioga aylantirib beradigan, o'zbekchada mukammal tarzda xatosiz gapiradigan dasturcha yaratdim. Ko'rib turganingizdek, mana bu kodlari yozilgan, nimalar ishlatilgan, qaysi dasturlardan foydalanilgan. Mana bu dasturning tayyor qismi. Buni xohlasangiz matnni bu yerga yopishtirasiz va demak, matnni yopishtirasiz va tabiiy ovozga o'girish WAV formatga sizlarga tayyorlab beradi. Mana. Demak, buni bosdik, ko'rganingizdek tayyor audio formatga tayyorlab berdi. Buni eshitib ko'ramiz. Barcha foydalanuvchilarimiz uchun diqqat e'lon! Ertaga soat 10 da barcha foydalanuvchilarimiz uchun yangi sun'iy intellekt xizmati to'liq bepul va limitsiz rejimda ishga tushiriladi. Ko'rib turganingizdek, yuklab olishingiz knopkasi ham mavjud. Xuddi shunday sizlar ham shunday dasturlar yoki xohlagan veb-saytlaringizni, dasturlaringizni yaratib, mutlaqo bepul shaklda yaratib olishingiz mumkin. Keyingi darsligimizda videoda qanday fonlar qo'shish, xuddi shu ko'rinishda qanday qilinishimiz, o'tirgan joyimizdan boshqa studiyada yoki boshqa manzarada kiyimlarni o'zgartirib, fonlarni o'zgartirishni qanday qilishni keyingi darsliklarimizda ko'rib o'tamiz.